aka bilan muomalamiz bor, zo'r gaplashib turibmiz aka. Kuzatib turing. Ha, men bugun hozir bo'ri bilan o'sha master klassim bor edi aka. Shuni o'rganib olay, Instagram kanali yurgizishdi. Sizga aloqaga chiqib, sizga o'rgataman aka. Bo'ldi, gap yo'q. Hozir shuni gaplashib olay. Ha, bo'ldi. Bo'ri, yaxshimisiz? Tayyormi? O'rgatavering. Akalar, sizlar bitta O'zbekiston kuzatish xohlaysizlarmi? Ha, shoshiltirib qo'ydingiz, to'xting, yozib olay. Ha, boshlavering aka. Bitta O'zbekiston sizlar kuzatish xohlaysizlarmi? Bu bola nima? Ha dedim-ku. Ha? Ha, maqsad o'rgatishmi o'zi yo jinnilik qilishmi? Harakat qilinglar. Yotishdan foyda yo'q. Bu bir biladim, bundan normallik gap chiqmasligini biladim. Qayerdan ham bemalol gaplashib o'tirdim telefonda. Shundan ham o'rganaman men. Yotsa yotib ketaverasizlar. Yotishdan foyda yo'q. Faqat harakat qilinglar. Xo'p, harakat qilamiz, xo'p. Bir ma'noli gap yo'qmi? Akalar, bu nima qilsa bo'ladi? Sizlar menga prosmotrlar zo'rayapti menda. Shu bo'ri o'rgatamikin, qanaqa patishni ko'paytirish, obuna bo'lib qo'yinglar menga ham. Shu o'rgatamikin desam, shu ham o'rgatmadi. Patishni ham bosib qo'yish qiyin emasmi? ChatGPT'da o'rganaman. Bo'ridan foyda yo'q.